Har bir inson hayotda to'g'ri yo'lni tanlashi va yaxshilik uning mezoni ekanini anglatuvchi bu abstrakt uslubidagi suratlar muallifi Sardor Nug'manov bu gal o'z ijodini zamonaviy san'at turiga bag'ishladi. Maqsadim ko'proq yoshlarni tortish, jalb qilish, ko'rishsin, o'rganishsin, zamonaviy san'atda ozgina turtki bo'lsin. Men shunga juda ham ishonaman. Bizda shu yoshlarda Leonardo da Vinci, shu Michelangeloga o'xshagan rassomlar bor. Lekin ularga ozgina shu podeshka berib, o'rgatib, ko'rsatib, ozgina yo'l yo'rig'ini tushuntirsak, menimcha butun dunyoga bir tanitsak bo'ladi san'at sohasini. O'zining qaytish nomli ko'rgazmasini butun O'zbekiston bo'ylab namoyish qilishni boshlagan rassom asarlari buxorolik yosh rassomlarda ham katta qiziqish uyg'otdi. Bugungi ko'rgazmamizdan o'zim rassom sifatida juda ham ilhomlandim. To'g'risini aytsam, birinchi marta ko'rdim bunaqa rasm chizish usullarini. Bundan keyin shu meni juda ham ilhomlantirgan narsa yangi san'at uslubida ham ijod qilishni boshlash. Har bir kishini mulohazaga chorlagan holda hayotdan hikmat topishga undovchi asarlari qatorida poytaxtlik rassom Sardor Nug'manov qator muammolarga ham tomoshabin e'tiborini qaratdi. O'z asarlarida bugunning global masalasi hisoblangan ekologik muammolarni yoritishga harakat qiluvchi qahramonimiz bugungi ko'rgazmaning bir qismini ham mana shunday muammolarga bag'ishladi. Ularning har biri kishini o'yga toldiruvchi va xulosa chiqarishga majbur qiluvchi ma'no mazmunga ega. Havoni ifloslanish haqida mana installyatsiya yaratganmiz. Shu manekenligi protivagaz orqali shuni aks ettirishga harakat qilgan. Bundan tashqari mana hayot daraxti bugungi kunda shu ko'p ximiya qo'shiladi, plastiklar. Endi buni biz ta'sirini ham ko'ryapmiz-da. Bolalarimiz ham mana kasal bo'lyapti, atrof muhit o'zgaryapti. Shunga hamma endi masalan bir e'tiborliroq bo'lsa, biz yana ham xursand bo'lardik. Qahramonimiz Qadim Kentning ko'hna manzillaridan ilhomlanib yangi asarlarni yaratish ustida ham ishlamoqda. Endilikda u O'zbekiston Qadim Zamin nomli ko'rgazmasini tashkil etishni va uni dunyo miqyosida targ'ib etishni niyat qildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.